O'zbekistonda yangilik tayyor ko'chma kapsulali uylar endi o'zimizda bo'ladi. Buni o'tirib bemalol dacha-pacha chorvalarga ham qo'yib bersalar ham bo'ladi. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, bu bemalol o'tirib, ya'ni tualet qiladigan bo'ladi. Eng qizig'i tevasida aristonchalargacha bo'ladi. Bag'larini ochib beradigan bo'lsalar, kichkina hammomchalargacha bo'ladi. O'rtasiga spalni qo'yib bersalar ham bo'ladi. O'rtasiga keladigan bo'lsak, bu chekkasi, ya'ni tog'iga qaragan o'rtasi balgonchalargacha bo'ladi. Oynalar polni, kalyonli bo'ladi, birli bo'ladi. Razmeriga keladigan bo'lsak, 8 ga 2,5 bo'ladi. Shu turishi tashqarilar arkafon, polni tevalari ham arkafon shuncha bo'lgan, suv o'tkazmaydigan bo'ladi. Summasiga keladigan bo'lsak, atiga $7,000 bu narxlar ichida vodiy bo'ladi. Dastlabki ustanovka mutlaqo bepul bo'ladi. Yo menga arzoni kerak desalar, arzonidan ham bo'ladi. Bunisi bo'ladi. Eng qizig'i, buni ham hammom tualetli bo'ladi. Faqatgina narxi nihoyatda arzonli bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsalar, bunimiz ichi kattarog'i bo'ladi, chiroylisidan bo'ladi. Shu turishining narxi hammom tualet hamma yo'g'i ichida narxi atiga $2,700 bo'ladi. Yo menga bundan ham arzoni kerak desalar, bundan ham arzi bor. Polni splashni ketgani bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol yotoqxona, qorovulxona o'rnida bemalol ishlatsan ham bo'laveradi. Mana akalarimiz ham yotibdi. Polni splashni joy bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, atiga narxi $1,700 bo'ladi. Bu narxlar ichida vodiy bo'ladi. Dastlabki ustanovka mutlaqo bepul bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz Farg'ona viloyati Kommentariy qishlog'idagi Muhammad joyda turibmiz.